Anlayotganinglar Muhammed Aleyhisselam'ның tercüme hali namlı eser. 7. bab Fujjar urushi. Peygamber Aleyhisselam 20 yaşga kirganda Fujjar urushiga qatnashdi. Bu urush Kinana ve Quraysh qabilasi bilan Qays qabilasi o'rtasida bo'ldi. Urushning sababi mundaq edi. Hira shahridagi Arab podshohi Nu'man ibn Munzar har yili Ukaz bozoriga mal avatib sotqizatdi. Nu'man malni xalq ichida kepi o'tadigan nopuzliq odamning himoyasida avatdi. Bir kuni Kinana qabilasidan Baraz ibn Qays Nu'manning huzurida bo'lib qoldi. Baraz qanxo'r, haddan ortiq yomon bo'lg'achqa, qavmi uni o'rnidan elib tashlagan edi. Nu'manning huzurida Urva ibn Utbatur Rahhalmi bor edi. Nu'man, "Mening tijorat malimni kim qo'g'dab Ukazga yetkazib qo'ydi?" dedi. Baraz, "Men uni Kinana qabilasidan qo'g'dab yetkazib qo'yman" dedi. Nu'man, "Men malimni butun kishilardan kim qo'g'daydi demoqchiman" dedi. Urva Nu'manga, "Yaraysan, pastkash it sening malingni qo'g'day olamdi. Mana men malingni butun Arabdan qo'g'day olayman" dedi. Baraz, "Ey Urva, Nu'manning malini Kinana qabilasidan qo'g'day olamsan" dedi. Urva, "Butun kishilardan qo'g'day olayman" dedi. Baraz buni ko'ngliga pukib qo'yib, fursat kutib turdi. Urva tijorat bilan sirtqa chiqqanda uni suiqasd bilan o'ldirdi. Baraz o'zining Kinana qabilasiga odam avatib, Qays qabilasining Kinana qabilasiga hujum qiladiganligidan ogohlantirdi. Qays qabilasi xabarini uqqandan keyin intiqom olish uchun qo'zg'alib chiqib, Naxla degan joyda Quraysh va Kinana qabilalari bilan urushdi. Urush toza avjiga chiqqanda Quraysh qabilasi bilan Kinana qabilasi mag'lub bo'lib, panoh izlab haramga kirib oldi. Bu chog'da Payg'ambar alayhisalom Quraysh qabilasi bilan birga edi. Qays qabilasidagilar o'z dushmanlariga, "Biz Urvaning qinidan kechmaymiz. Kelar yili yana Ukazlisi bilan urushimiz" deb qaytib ketdi. Ular yurtiga borib, o'z qavmini urushga safarbar qildi. Yandurqi yili Qays qabilasi odamlarini va tarafdorlarini yig'di. Saqib qabilasi va boshqalar Qays qabilasi taraf bo'lib kelishdi. Quraysh qabilasi mo Kinana qabilasini va Makkaning janubidan odamlarini yig'di. Bular Qurayshning ittifoqchilari edi. Hoshim jamoatining boshlig'i Zubayr ibn Abdulmuttalib edi. Zubayrning qarindoshlari Abu Talib, Hamza, Abbas va Abdullohning o'g'li hurmatli payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Zubayr bilan birga edi. Harb ibn Umayya Quraysh qabilasi bo'yicha yashangan va nufuzli kishi bo'lganligi uchun u Bani Umayya aymaqining va butun Quraysh qabilasining rahbari edi. Quraysh qabilasining har bir aymaqining boshlig'i bor edi. Ular urushib kiralishib ketdi. Bu urush Arab vaqaliklari ichida eng dahshatli urush bo'ldi. Arablarning nazarida muqaddas bo'lgan Makkaning hurmatini dafsanda qilganlikdan bu urush Fujjar urushi, ya'ni gunohkorlar urushi deb ataldi. Qays qabilasiga baxtsizlik yuzlanib, uning tarafdorlari bo'lgan ba'zi qabilalar mag'lub bo'lishga boshladi. Lekin oradan birisi chiqib, ikki tarafdan o'lganlarni sanab chiqib, odami oz o'lgan taraf, odami ko'p o'lgan tarafga to'lam to'lasin degan shart bilan ikki tarafning sulhi qilishini aytdi. Qays qabilasidan o'lganlarning soni o'shiq chiqqachqa, Quraysh qabilasi ularga to'lam to'laydigan bo'ldi. Bu ishqa Harb ibn Umayya mas'ul bo'ldi va to'lam to'lanib bo'lguncha o'g'li Abu Sufyonni Qays qabilasiga ra'na qo'ydi. Arablarning ko'pincha kichik ishlardan boshlanadigan urushlarga o'xshash bu urushmi shundoq oyoqlashdi. Arablarning orasida islom nuri tarqalish bilan Alloh ularning dillarini do'stlashtirdi. Yuqorqidek nohaq urushlarni tugatdi. 8. bab Xayriyat uyushmasi. Qurayshlar Fujjar urushidan qaytib kelib, Xayriyat uyushmasi qurishga chaqiriq chiqardi. Quraysh boshliqlaridan Abdullah ibn Judan At-Taymiyning qo'rasida Xayriyat uyushmasini tashkil qildi.
Bununla Abdümanap avladıdan Haşim cemaati, Mutallib cemaati, Asad ibn Abdul Uzza cemaati, Zühra ibn Kilab cemaati ve Tim ibn Murra cemaati qatorliqlar qatnashdi. Ular ittifoq tuzib Makkaliklardan yoki chetdan kelgan kishilardan birarsi Makkada zulmga uchrasa, uningga yordam berib, haqni joyiga qaror topqizishga va'dalashdi. Payg'ambar alayhissalom tog'alari bilan bu uyushmaga qatnashdi. U payg'ambarlik sharafiga ega bo'lgandan keyinmi Abdullah ibn Jud'anning qurusida qurilgan uyushmaga qatnashgan edim. Bu uyushma menga qizil tugilardanmi qimmatlik. Hozirgi chig'imda shundoq ishga da'vat qilguvchi bo'lsa, cho'qim qabul qiladim degan. Chunki payg'ambar alayhissalom go'zal axloqlarni tashabbus qilishga avatilgan. Bu uyushmaning ishlarimi go'zal axloq jumlasiga kiradi. İslam dini mushundoq nurg'un ishlarni e'tirof qilgan. Payg'ambar alayhissalomning "Men go'zal axloqlarni umumlashtirish uchun avatildim" degan so'zimi mushu nuqtani tushuntirdi. Mazkur uyushmaga nurg'un kishilar qatnashib, haqqoniy odamlardan bo'lgan. 9-bob Rasulullohning Shamga qilgan 2-qatimliq safari. Payg'ambar alayhissalom 25 yoshga kirganda Shamga 2-qatim safar qildi. Asad jamoatidan Xoylidning qizi Xadija esil, boy savdogar xonim edi. Kishilarni yollab tijoratga solatdi. Sherik tijorat qiladi. U Muhammad alayhissalomning hech kishining vujudidan tepilmaydigan samimiy, rostchil ekanligini, hatto xalqqa uni amin, ishonchlik deb ataydiganligini anglab, uni yollab tijorat uchun Shamga vatdi. Onunğa başqalardan ko'ra mallarning eng yaxshilarini berdi. Xizmatchisi Maysarani onunğa qo'shib avatdi. Ular berib savdo qilib zo'r foyda oldi. Muhammad alayhissalomning bu safarida turli barakatlar ko'rildi. Buning bilan Xadijaning xizmatchisi Maysara xo'jayini Xadijaga Muhammad alayhissalom haqida nurg'unlagan yaxshi gaplarni qildi. 10-bob Rasulullahning Xadijaga uylanishi. Muhammad alayhissalom bilan Maysara Makkaga qaytib keldi. Xadija ularning zo'r foyda olganligini ko'rib, Muhammad alayhissalomdan xursand bo'ldi. Uningga yotliq bo'lishini bildirib, elchi avatdi. Bu chaqda Xadija 40 yosh o'pichorasida edi. U Quraysh qabilasi ichida o'tir nasablik, pul mali ko'p ayol edi. Muhammad alayhissalom tog'asi bilan Xadijaning tog'asi Amr ibn Asadning qashiga kirdi. Tog'asi Abu Talib orqali Xadijani xotinlikqa so'radi. Xadijaning tog'asi ma'qul ko'rib, uni Muhammad alayhissalomga berdi. Abu Talib shu kuni mundaq xutba o'qib nikoh qildi. Allohga shukrki, Alloh bizni Ibrohim, Ismoillarning naslidan qildi. Ma'at va Muzarning avlodi qildi. Bizni Baytullohga qaraydigan, haramni boshqaradigan qildi. Haramni haj qilinadigan Baytulloh qildi va qon to'kish man'iy qilingan, hurmatini saqlashga tegishli joy qildi. Bizni kishilar ustida hukmron qildi. Mening qarindishimning o'g'li Muhammad ibn Abdullah esillikda, oliy janoblikda va fazilatda tangdoshsizdir. Uning mol mulki oz bo'lsa-mu, mol degan davomi yo'q, soyiga o'xshash tugaydigan narsa va qaytariladigan oriyat. Allohga qasamki, Muhammad kelgusida buyuk nomga ega bo'ladi. Cho'ng ishlarni qiladi. U sizlarning qizinglar Xadijani yoqtirib olmoqchi bo'ldi. Xadijaga munchalik mahra haq berdi. Shuning bilan nikoh bitdi. Xadija ilgari Abu Hala degan kishining nikohida edi. Abu Hala vafot bo'lganda Xadija uningdan Hala ismli bir o'g'il bilan qolgan edi. 11-bob Baytullohning isloh qilinishi. Payg'ambar alayhissalom 35 yoshga kirganda cho'ng kelkun kelib, Ka'baning tomlarini ajratib etdi. Buningdan burun yuz bergan bir yong'inda Ka'baning tomlari bo'shab qolgan edi. Quraysh arablari Ka'bani buzib, qayta egizlatib yapmoqchi bo'ldi.
Bu çağda Kabe odam bo'yi egizlikda bo'lib, toshdan qo'pirilgan edi. Quraysh arablari bu ish uchun yig'ildi. Lekin ular Kabani ulug'laganlikdan uni buzishdan qo'rqishdi. Valid ibn Mughira ulardan Kabani buzishdan maqsad tuzashmi yoki vayron qilishmi deb so'radi. Ular maqsadimiz tuzash deb javob berdi. Valid Allah tuzuguvchilarni halok qilmaydi dedi va Kabani buzishga boshladi. Ularmi Validga agishib buzib İsmailning qo'ygan ulug'i yetib borganda nurg'un hikmatlik so'zlar naqsh qilib uyulgan taxsilar chiqdi. Mashhur imoratlarga ul qo'yg'uvchilarning burunqilarning ishini keyingilarga yodgor qoldirish uchun mushundoq qilish odati bor edi. Shunda qilib ular isloh qilishga kirishdi. Isloh qilish xarajati fohisha va jazonidan kelgan harom mollar aralashmagan halol moldan tayyorlandi. Quraysh qabilasining cho'nglari Kabening islohotiga ishlatadigan toshlarni mo'rlarida tushitdi. Abbos bilan Rasulullohmi tosh to'shug'uchilarning ishida bor edi. Baqum ismli rumluq bir yog'ochchi qurilishni boshqaradi. Baqum Kabening har bo'liniga cho'nglardan bir to'p odamni tosh to'shishga tayinladi. Kabening Ismoilning salgan o'li bo'yicha putkizishga halol moldan to'plangan xarajat yetishmadi. Shuning bilan Kabening shimol tarafidan Hijr degan ma'lum o'rinni chiqarib o'tib, pakar tam qo'pirib, Kabe shu yerdan hisoblanganligiga belgi qilindi. Kabe binosining egizligi 18 gaz bo'lib bitib chiqdi. Ilgirkidan 9 gaz egizlatildi. Ishik egizlatilib, pilim-pey bilan chiqadigan qilindi. Hajrul Aswadni o'rniga ilib qo'ymoqchi bo'lganda, Qurayshning katlari kimning qo'yishi to'g'risida talash-tartish qilishdi. Arada raqobat tug'ilib, urush chiqishga tas qoldi. Talash-tartish 4 kunga suzildi. Bu chaqda Quraysh bo'yicha peshqadam hisoblangan Xolid ibn Validning tog'asi Abu Umayya ibn Mughira Maxzumi qo'pib, "Ey xaloyiq, da talash qilmanglar. Hammanglar yoqtiradigan bir kishini saylab chiqib, shuning hukmiga rozi bo'linglar" dedi. Quraysh xalqi birinchi bo'lib kirgan kishining hukmiga rozi bo'ladiganliklarini bildirishdi. Birinchi bo'lib kirgan kishi rostchil, ishonchlik Muhammad alayhisalom bo'ldi. Hammaylar Muhammad alayhisalomning samimiy, rostchil ekanligini bilgachga, uningdan mamnun bo'lishib, bu ishonchlik Muhammadga qo'shilamiz deydi. Chunki ularning orasida yuz bergan jidal majra davolarini Muhammad alayhisalomning oldiga elib berishadi. U yuz qaramay, orani buzmay, to'g'ri bir taraf qilib qo'yadi. Yuqorqi datalashni bir taraf qilish Muhammad alayhisalomga murojaat qilingandan keyin Muhammad alayhisalom chapinini yoydi. Chapanning ustiga Hajrul Aswadni oldi. Har qaysi qabila boshliqlarini chapanning bir burjigidan tutib, ko'tarib Hajrul Aswadni o'z joyiga qo'yishga buyurdi. Hajrul Aswad mushu yusinda elib berilib, o'z joyiga qo'yildi. Arablarning ichida dahshatli urushlarning kelib chiqishiga ko'pincha mushundaq ishlar sabab bo'ladi. Bu masala yuqorqidagi usul bilan hal qilindi. Allohning fazli bilan Abu Umayyadak yaxshilikqa yetaklaydigan aqlli odamni, hammasi rozi bo'lgudak hukm qiladigan payg'ambar alayhisalomdak dononi ularga muyassar qilib berdi. Qurayshning bundoq o'zaro raqobatlashishi ajablanarlik emas. Chunki Baytulloh arablarning qiblasi, haj qiladigan Ka'basi edi. Baytulloh uchun ishlangan har bir zo'r ish bilan iftixorga, huquqqa erishgili bo'ladi. Ulug' Qur'oni Karimning isbotlashicha, ibodat uchun tunji silingan uy ana shu Baytullohdir. Qur'on Karimda Alloh mundoq degan: "İnsanlarga ibodat uchun silingan tunji uy Makkadagi uy Baytullohdir. Onunda uçuq alomatlar borki, maqomi İbrahim shularning biridir. Baytullohga kirgan odam amin bo'ladi." Sura Ali Imron 96-97 oyatlarning bir qismi. Ka'baga Ismoil avlodidan keyin
Jurhum qabilasi igidorchilik qilgan edi. Ular Makkaga daxil bo'lgan kishilarga zulm qilgan chaqda Xuzoa qabilasi Jurhumliklarga qarshi to'planib, ularni Ka'badan qovlab chiqardi. Ka'baga xeyli bir zamongacha Xuzoa qabilasi igidorchilik qildi. Ondan keyin Qusay ibn Kilabning zamonida Ka'bani ulardan Qurayshlar tortib oldi. Shuning bilan Quraysh xalqi yurtida tinch yashadi. Ulardan Arab qabilalari aymanatdi. Düşmanning tajovuziga uchrab panoh izlaguvchilar uchun Ka'ba tinch qo'rg'on edi. Alloh Qur'oni Karimda ularga bergan ne'matini eslatib mundoq deydi. Ular bilmamdiki, biz haramni bexatar joy qildik. Halbuki ularning atrofidagi kishilar hujumga uchrab turibdi. Sura Ankabut 67-oyatning bir qismi. 12-bob. Rasulullahning payg'ambar bo'lishdan burungi tirikchilik. Payg'ambar alayhisalomga dadasidan hech narsa miros qolmadi. U tug'ilganda yetim va kambag'al edi. Bani Sa'd qabilasida emitildi. Ishqi yorug'dek bo'lgan chaqda emildosh qarindoshlar bilan birlikda poda boqdi. Makkaga qaytib kelgandan keyin ozg'ina ish haqqi olib Makka xalqining quyini boqqan edi. İmam Buxoriy Sahihul Buxoriy kitobida buni yuqorqidek zikr qilgan. Payg'ambarlarning dunyoga va dunyo mashg'ulotiga qiziqmasligi cho'qim. Chunki ular boy bo'ladigan bo'lsa, dunyo bilan bo'lib ketib, mangulik baxt saodatdan mahrum bo'lgan bo'ladi. Shunglashqa Alloh tarafidan o'ttirg'a qo'yilgan shartlarning hammasi dunyoga berilib ketmaslikka, dunyodan yiroq bo'lishga da'vat qiladi. O'tgangi payg'ambarlarning ahvoli buningga cho'ng guvoh. Isa payg'ambar zodi dunyoga berilmagan edi. Musa, Ibrohim alayhissalomlarmi shundoq edi. Ularning kichik chaqlaridagi turmush ahvoli nachar edi. Bu jihatda ularning hammasi o'xshash edi. Mana bu dunyoga o'zini urmaslik. Dunyoga haddidan ortiq berilmaslikda ummatlariga namuna bo'lishlari uchun Allohning payg'ambarlarining vujudlarida namoyon qilgan zo'r hikmatidir. Jami baloyi ofat dunyoga o'zini urish, dunyoga haddidan ortiq berilib ketishdan kelib chiqadi. Poda baqish ishimi shundoq. Payg'ambarlarning hammasi poda baqqan. Bu gap Sahihul Buxoriyda keltirilgan hadisda bayon qilingan. Bu Allohning zo'r hikmati. Kishi hayvonlarning yavushi bo'lgan qo'yni baqsa, diliga muloyimlik, mehribonlik o'rnaydi. Payg'ambarlar payg'ambar bo'lib kishilarni tarbiyalagan chaqda kishilarning mijozidagi chustlik, dilidagi noto'g'rilik ruslanadi. Eng mo'tadil holatda bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom cho'ng bo'lganda Saib ibn Abu Saib bilan shirik tijorat qildi. Xadija radhiyallohu anhadan ish haqqi olib, uning tijorati bilan Shamga bordi. Xadija payg'ambarimizga yotliq bo'lib, sharafga ega bo'lgandan keyin u boy Xadijaning ilkida ishladi. Muhammad alayhisalom o'z amgiki bilan yashadi. Ulug' Alloh uningga Qur'onda mono oyatlarda sanab o'tgan ne'matlarini berdi. O sening yetimligingni bilib panohlik bermadimi? Sening tangirqab qolganingni bilib yo'l ko'rsatmadimi? Sening yo'qsizligingni bilib beyitmadimi? Sura Zuha 6, 7, 8 oyatlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq deydi. Biz sanamu emrimiz bilan Qur'onni vahiy qildik. Sen ilgari Qur'onning va imonning nima ekanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bandalarimizdan xohlagan kishini hidoyat qiladigan bir nur qildik. Sura Shura 52, 54 oyatning bir qismi. 13-bob Rasulullahning payg'ambar bo'lishdan ilgarigi axloqi. Payg'ambar alayhisalom xalq ichida mijozi eng yaxshi, eng rostchil, eng sodiq edi. Kishini bulg'aydigan nachar qiliq, yomon axloqlardan xoli edi. Odamgarchiligi eng ustun. Xalq bilan munosabati quyuq. Qo'shnidarchiligi yaxshi. Bek muloyim, bek rostchil edi. Allohning
Uning vujudida muloyimlik, sabrchanlik, shukr qilish, odillik, kamtarlik, iffat, kangqulluq, qahramonlik, nomuschanlik qatorliq go'zal xislatlarni, to'g'ri qiliqlarni jam qilganligi uchun xalq uni Amin deb atashadi. Hatta Abduddar jamiyatidan payg'ambar alayhissalomning eng ashaddiy dushmani bo'lgan Nazir ibn Haris payg'ambar alayhissalomdagi xislatlarga qoyil bo'lib, Qurayshlarga Muhammad sizlarning oranglarda o'sgan balalik chig'ida uningdan mamnun edinglar. İşçilarda eng rostchil, eng ishonchli edi. U cho'ng bo'lib payg'ambar bo'lganda uni sehrigar dedinglar. Alloh bilan qasamki, Muhammad sehrigar emas degan. U kazda yilda bir navbat o'tkaziladigan, savdo setiqqa keladigan arablarga aytish maqsadida Muhammad alayhissalom to'g'riliq hammaga ma'qul keladigan bir so'zga kelishib bilish uchun ochilgan bir maslahat yig'inida Nazir ibn Harisning qilgan so'zi ana shudir. Rumning podshohi Herakla Abu Sufyandan Muhammad payg'ambarlik da'vosi qilishdan ilgari sizlar uni yolg'onchilik bilan ayblab boqqanmi deb so'raganda Abu Sufyan yo'q deb javob bergan. Herakla Muhammad kishilarga yolg'onchilik qilmagan ekan, Allohga yolg'onchilik qilishi texmo mumkin emas degan. Bu so'z Sahih Buxoriyning bosh tarafida bayon qilingan. Allah payg'ambar alayhissalomni kichikidala jahiliyat davrining islom shariatiga zid bo'lgan barliq yomon ishlardan saqlagan. Uningga butlarni qattiq o'ch ko'rsatgan. Hattoki payg'ambar alayhissalom butparastlarning butlar uchun o'tkazadigan bayram marosimlariga qatnashmaydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: o'smirlik chig'imdalla butlarni, eski shi'rlarni yomon ko'ratdim. Cahiliyet davrining ishlarini faqatla 2 qatim ko'nglimga keltirgan edim. Lekin ikkala qatimda Alloh meni o'ylaganimni ishga oshirishdan saqladi. Uningdan keyin toki Alloh meni payg'ambarlikka musharraf qilganga qadar yomonlikni o'ylaganim yo'q. Bir kuni kechasi men bilan billa qo'y boqadigan balaga qo'yimga qarab qo'yishni topalab qo'yib, Makkaga kirib yoshlarga o'xshash kechilik paranga qatnashmoqchi bo'lib mangdim. Makkaga kirib birinchi Qur'onning oldiga kelganimda birisining to'y markasida aytilayotgan naqsha, chelinayotgan dab, naylarning ovozini anglab qilib, shu yerda o'ltirdim. Alloh mening quloqimga anglatmay meni uxultib qo'yibdi. Ertasi quyoshning nuri ustimga tushgandala uyg'ondim. Hech ish qilmadim. Ikkinchi qatim yana shuningga o'xshash ahvol bo'lgan edi. Payg'ambar alayhissalom tiklab qo'yilgan butlar uchun qurbonlik qilingan mollarning go'shini yemaydi. Haroq ichish arablarda keng tarqalgan bo'lsa-mu, payg'ambar alayhissalom o'zini haroq ichishdan cheklagan edi. Alloh payg'ambarlarini vahiyni qabul qilishga to'liq layoqatli bo'lishi uchun ularni ana shunday sifatlar bilan zinnatlagan. Ular payg'ambar bo'lishning oldidami, payg'ambar bo'lgandan keyinmi barliq gunohlardan pok edi. Ular payg'ambar bo'lishdan ilgari kelajakda o'zlariga topshiriladigan cho'ng ishga loyiqlashish uchun pok bo'ladi. Payg'ambar bo'lgandan keyin bo'lsa, o'z ummatlariga ulgu bo'lish uchun pok bo'ladi. Payg'ambarlarga Allohdan yuksak rahmat va salom bo'lg'ay. 14-bob Rasulullohning payg'ambar bo'lishdan ilgari Alloh tarafidan ko'rgan hurmatlari. Payg'ambar alayhissalomni emgizayotgan Halimaning oilasiga Alloh tarafidan kelgan barakatlar Allohning payg'ambar alayhissalomga bergan dastlabki sovg'asi edi. Payg'ambar alayhissalom kelishdan burun Halimaning oilasi qahatchilik ishida edi. Uning kelishi bilan Halimaning qo'ylari o'tloqdan qaytganda yenilaridan sut temib turadigan bo'ldi. Allah İmam Busiri'ye rahmet qilsin ki, onun Hamziye qasidasida mundaq misralar var. Xudo qilsa muyassar baxtiyor insonni bir elga, onun sayesinde şu el saodatman bulur şu an. Ondan Muhammed Aleyhisselam'ның ko'kirigi yerilib, shaytonning vasvasasi chiqarib tashlangan vaqa yuz berdi. Allohning qudratidan aytganda, buning ajablanarligi yo'q.
Kimki buningdan shubhalanadigan, uning nazar doirasi tor bo'lib, Allohning kuch-qudratidan hech narsani tushunmagan bo'ladi. Chunki payg'ambarlarda odatdan tashqari ishlarning sodir bo'lishi yangidan paydo bo'lgan va ajoyib tuyuladigan ish emas. Payg'ambar alayhissalom Shamga safar qilganda Alloh uni hurmatlab, bulutni uningga bo'ysundirib bergan. To'muz issiq kunlarda bulut uningga soya tashlab turadi. Karvondagi hech bir odam bu soyadan bahramand bo'la olmaydi. Hadisning bu safarda payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'lgan xizmatkori Maysara shundoq rivoyat qiladi. Mushuning bilan Hadisha Muhammad alayhissalomni yoqtirib qilib, uningga nikohlanish talabini qo'ygan. Kelajakda uning qo'lidan cho'ng ishlar keladiganligiga ishongan. Shunga Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lganda Hadisha uning vujudida ko'rilgan go'zal axloqiy mo'jizalardan boshqa mo'jiza talab qilmayla, hammadan burun musulmon bo'lgan. Tosh va daraxtlarning salom berishimi payg'ambar alayhissalomga Alloh bergan ne'matlardan edi. Payg'ambar alayhissalom hojat uchun sirtga chiqqanda uy imorat yo'q yiroq yerlarga, o'ymonliqlarga ketadi. Uchirgan tosh daraxtlarning hammasidan "Ey Rasululloh, sana rahmat va omonlik bo'lsin" degan ovozni anglaydi. To'rt atrofiga boqsa, odamiy zot ko'rinmaydi. Bu ahvolni payg'ambar alayhissalom o'zi so'zlab bergan. Bundaq ishlar Allohga oson. Alloh burunmi jonsiz narsalarni payg'ambarlarga bo'ysundirib bergan. Musa alayhissalomning vasisi ajdahoga aylanib, Firavnning sehrgarlari ko'rsatgan sehrlarini yutib o'tib, yana aslidagi hosiliq holatiga qaytgan. Musa alayhissalom shu hasi bilan toshni urganda, toshdan 12 ko'z suv etilib chiqib,